Bugun biz Jamol bilan yer qazish musobaqasini o'tkazamiz. Bu yerlar o'zgarib turadi har safar. Albatta biz bu yerdan juda ham zo'r buyumlarni topib, ularni pullashimiz mumkin. Men seni fikringga qo'shilaman, heki. O'zimga ham zo'r tarafim bor ekan. Senga ham taklif qilaman. Birga bir o'ynaymiz. Ya'ni birga bir chiqamiz. Ba'chi tushunmadim Jamol. Tup qo'yimsan, ertalab ko't o'ynamay shekilli. Hammayli necha? Mana ko'rib turishingiz mumkin. Bu yerda har xil bloklar evaziga bizda yaxshiroq o'zimizga kerakli instrumentlarni olishimiz mumkin. Jamol mana bunga tirmashyapti. Buni olmoqchi shekilli. Oldingmi bilet? Qaydan olding? Menga berasan? Tup qo'ymanman, senga beradigan bilet. Birga bir o'ynayapmiz-ku. Do'stlar, hammaga salom. Sizlar bilan men Xeyker va Jamol bilan biz mana birga bir chiqish musobaqasini o'ynayapmiz. Menimcha men o'zimga oddiygina kirgasi olaman. Jamol qaydan oldi bilmadim vobshe. U tupoy bo'lganmi? Hammayli. Jamol qurilish o'zini boshlabdi. Biz esa maydonimizni yaxshilashimiz kerak. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda maydonda juda ham ko'p narsalar bor. Lekin u juda ham sindirish qiyin ekan. Qaranglar bolalar, men qanchalik ezilib ketaman deb o'ylamagandim. Hammayli buni sizlarga ozgina tezlashtirib yuboraman. Yo'q, umuman tezlashtirish yo'q. Shunchaki men toshlardan ko'ylab turib, ozgina o'zimni mukammalroq tosh yasamoq, toshlidan kirka yasamoqchiman bolalar. Keyin hammasi yaxshi ketadi hali. Qishloqda qoldim lekin mana endi normalroq ko'ylasak ham bo'laveradi. Balkim anchagina tezlashar. Wow, Jamolni qaranglar, o'zi temirdan kuchayish boshlabdi-ku Jamol. Maydonni kuchaytirib tashlabdi-da, o'sha menda ham oddiy kirka bo'lgan. Jamol bu. O'tda, hep. Salom. Men senga yangi bo'lmoqchiman. Meni ismim Tilla Qazuvchi. Men hammani oldiga kelib rahmat aytib ketaman. Sizga ham rahmat. Tup qo'ymasan, nimaga rahmat aytyapsan? Ha, aytgandek, agar meni qattiqroq urib, tomog'imdan chiqarib olsangiz bitta narsani, sizga $1000 beraman, to'g'risiga. Rostmi, $1000mi? Lekin menga $1000 kerak emas. Mana shu apparatni menga berasan, emasam o'ldiraman. Hali odam aldab turib o'zim uni asosini olib qo'ydim va Jamolni uchirib yubordim. Tomog'idagi narsani chiqarib olmadim hali odam demoqchiman. Jamol anqayib tushdi. Keyin u Jamol ozgina qotib qoldi, ko'tdan ochirib qoldi tafsirga. Qaranglar. Endi esa men yangi kirka sotib olaman. 30 ta bo'pti, qara 31 ta ketibdi ortiqchasi bilan. Va menda kirka bor. Ana nihoyat endi qattiqroq qazsak bo'ladi demoqchiman. Jamol ishqilib uyg'onar. Kunda o'ylab qolmasin ishqilib. Va bu juda ham yaxshi ko'ylar ekan-u. Yaxshi ko'ylar ekan anchagina. Menga yoqyapti. Xo'sh, yaxshi. Va mana what? Nima? Tilla tangalar? Ha, ularni olamiz. Xo'sh, bu qaranglar tilla tangalarni dahshatligini. Menga yoqdi hammayli. Bu yerdan tilla tangalar topib oldik. Tilla tangalardan balki magazindan nimadir topsak bo'lardik. Hali Jamol uyg'onmabdi. Hammayli menga ozgina bo'lsa ham yordam bera oladi. Jitel buncha ko'p pul ko'tarib olgansan. Bu pul emas, bu shunchaki taxlanganlar. Yo'q. Hammayli. Mana ekan sizga bir ikkita narsalardan beraman. Xo'sh, nima bu? Pulmi? What the hell? Ha, siz eng qadrlini qanday topdingiz? Tillarni qanday topdingiz? What the hell? Nima deyapsan? Men endi o'zim anaqamni oltin tillaga o'zgarib oldim. Men ham uyg'ondim. Kutim bilan qattiq tushdimda. Hammayli necha? Tezroq o'ylash kerak. What the? Salom. Yaxshimisiz? Meni ismim Tilla Tangichi. What the? Nima deyapsan? Mazgili tarvording-ku, tezroq gapirmaysanmi? Bo'ldi qizishmang. Endi gapiraman. Xullas, qonimdan narsani chiqarib olsangiz $1000 naqd. Voy, nima deyapsan? Mana xaritani topib yozsanmi? Yo, menga qonimdan narsani chiqarib oling deyapman. Pul keram, gadoymisan deyapman. Yo'q, mana tumani basingida hammasi yaxshi ketadi. What the? Nima deyapsan? Bo'pti, bosaman, nima deysan? What? Mana uni qaranglar, tillarni ko'ylashim. What? Bedrock? Buni axir sindirib bo'lmaydi-ku. Nima qilib qo'ydi? Seni anaqang 5 minutga anaqa qilib qoldi. What the hell? Jamol? O'xshadi. What the? Jamol nima bo'ldi bir? Jamol qildi hammasini bilay. Kritikal ekan-ku do'stlar. Nima bo'lganini kommentariyaga yozib qoldiringlar. Hammayli. Necha? What the? Tilla tangichimanmi? Tilla tangichi. Sizga yordamim kerak bo'ladimi? Kiresiga o'xshagan og'iz Jamol bilan gaplashib turgandik. Yo'q. Men doim tirjayib turaveram. Ozgina tillangizdan bersangiz sizga ham yordam beraman. Tillangga seni bor-ku. Mayli. Yordam bersin, mana shu bir bizga yordam bersin-da endi bolalar. Nima ham qilardi? O'tirib turarli, nimadir qilib berar. O'tiribsanmi? Kritikallarga o'xshab bedrockda. Jamol, meni inzalting qo'ysanmi? Manaaqqa kebilyapti, kritiga o'xshagani. Xo'rom. 5 minut qisib turganimizdan keyin. Let's go. Mana hayot ochildi. Endi mana qilib tillarni ko'ylasak bo'ladi. Bu safar Jamol ishqilib bunaqa qilmasmikin? U ham tillaga yetyapti, bilet.
Kirisega o'xshagan hammaylik o'ylashib boshlaymiz. Tillar juda ham ko'p ekanda endi nima ham qilaylik. Halga meni Kirisegalarga o'xshab olib ketibdi-ku. Bu super tillarni ham kanadan topdimi deyman-da. Yonmayu bularni bitta-bittalab sanash kerak. O'ta ko'p yana ekan. Jamolni keyin bilsam o'ziga ishchilar yollab olibdi. Kirisega o'xshagani. O'zi banan yeb o'talarmish. Ay Kirisega o'xshagan. O'ziga ishchilar yollab olganini qaranglar. Men esa bu yerda buldozerlar yordamida Izmirni ko'ylab o'tirardim. Ha, men Izmirni olib chiqqanimni videoga olmabman. Necho? Jamol Kirisega o'xshaganmisan? What the fuck? Ishchilaring ko'pligidan qaranglar. Menga mana bunaqa tuxumdan bering. Nimaligini bilasizmi o'zim bu tuxumni? Menga aql o'rgatmoqsan, bersang bermaysanmi? What the hell? Pulini ham qo'yamiz. Ularni olasan. Menda ham mana shunaqalardan bor. Yaxshi, sizga ancha sifatliroq ekan. Hey, Jamol bo'lmay qo'yur. Mana hayot men Nezritga ketib keldim bolalar. Jamol ham o'zi Izmirda kuchayib ketibdi. Masalan, Nezrit masalan eng kuchlisi-da bolalar, to'g'rimi? Shunaqa gaplar. Qo'limdagilarni ham oldim, magazindan bilgan bo'lsanglar. Yo, paqama deyman bolalar. Va what tushunmayapman men. Kimsan sen? Ishchimisan? Ha, sen bilan bir xil ishlayman. Tezligim bir xil. What the hell? Muncha katta ko'ylaysan. Kuchliman demasamdan ham. What the yaxshi bolalar, Bu meni boy qildi har holda. Keyin Jamol kelib turib, bu joyni ko'rgandan keyin kallasi ag'anab, hushda ketib qolay dedi. Voy, muncha kattaligini deb qo'yganday bo'ldi, lekin men o'xshatib beraman. Jamolni o'zinglar ishtinglar. Helikopter. Og'uri Jamol bilan urushib ketdi, helikopter qilavergandan keyin. Jamol Minecraft qahramon